3 yil oldin hatto parda sotib olishga ham puli yo'q edi. Hamma Cabo Verde darvozaboni Vazini haqida gapirayotgan bir paytda men kecha Argentinaga super gol urgan Sidney Lopes Cabralning hikoyasiga qiziqdim. 2023-yilda u Germaniyaning 5-divizionida futbol o'ynardi. Maoshi oyiga atigi 500 funt edi. Ijaraga olgan uyi deyarli bo'm-bo'sh. Hatto derazaga osishga parda ham yo'q edi. Shuning uchun u derazalarni qora axlat paketlari bilan yopishga majbur bo'lgan. U akasiga deyarli har kuni qo'ng'iroq qilib yig'lardi. Ko'pchilik shunday vaziyatda futbolni tashlab ketardi, lekin Sidney o'z oilasiga doim bitta gapni aytardi: bir kun kelib men eng yuqori darajaga chiqaman. 103-daqiqa. Argentina g'alabaga juda yaqin edi. Shunda Sidney chap qanotdan ichkariga yorib kiradi. Emiliano Martinez darvozasiga turnirning eng chiroyli gollaridan birini urdi. Gol urgan zahoti u jamoadoshlari tomon emas, tribunaga yugurdi. U yerda uni butun yo'l davomida qo'llab-quvvatlagan onasi va sevgilisi o'tirardi. Afsuski, Cabo Verde o'yinni 3-2 hisobida boy berdi. Ammo o'sha bitta gol Sidney Lopes Cabralni butun dunyoga tanitdi. Futbolda hamma narsani pul, yulduz futbolchilar yoki qimmat murabbiy hal qilmaydi. Agar jamoa vatani uchun, bayrog'i uchun va g'ururi uchun maydonga chiqsa, o'zidan 2-3 barobar kuchli raqibga ham munosib qarshilik ko'rsata olishini Cabo Verde shaxsan menga isbotladi.